Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatiladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Jorge Masvidal intervyu berdi. Men Islom Makhachev Ilya Topuryani yerga yiqitib, uning uchun jangni juda uzoq va og'ir qilib qo'yishni tasavvur qilyapman. Yoki Ilya tezligi ancha yuqori va g'ayrioddiy kuchga ega bo'lgani uchun Makhachevni qo'l zarbasi bilan ushlab qolishi mumkin. Lekin Makhachev yerda umuman charchamaydi. Istalgan joyda usul qo'llashi mumkin va oyoqlarga kirib olishda juda kuchli. Jack Della Maddalananing zarba texnikasi ajoyib, ammo Islom u bilan shunchaki o'ynagandek bo'ldi. Bu jangda Islom Makhachev g'alaba qozonadi deb o'ylayman, deb aytib o'tdi Jorge Masvidal. Siz ham do'stlar o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Bu ikki jang bo'lsa, kim g'alaba qozonadi? Asosiy xabarlardan biri, bilamiz, bugun tongda Arman Sarukyan va Muhammad Makayev o'rtasidagi jang juda qizg'in tus oldi. Bu jang Braziliyada o'tgan Hype FC turnirida grappling qoidalari bo'yicha tashkil etildi. Jang boshidan Arman bosim bilan ustunlikni qo'lga oldi. Makayev esa himoyalanishga harakat qildi. Bilamiz, o'rtada vazn 20 kg do'stlar. Ammo jang davomida Arman bir necha marta ustun pozitsiyani egalladi va taxminan 7 daqiqadan so'ng orqadan bo'g'ish usulini ushlab, oxir-oqibat Makayevni bo'g'ib g'alaba qozondi. Makayev ozgina hushidan ketdi. Va jangdan so'ng Arman Sarukyan intervyu berdi. Avvalo Hype FC minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuningdek, bu yerda ishtirok etishga ruxsat bergan uchun UFC ga ham rahmat. Men birinchi raqamli da'vogarman. Bu esa ikkinchi darajali mashg'ulot. Mening asosiy maqsadim UFC kamari. Shu sabab juda qattiq mehnat qilaman va bilaman, mening vaqtim albatta keladi. Men UFC chempionlik kamarini shuningdek, BMF kamarini ham qo'lga kiritaman. Yigitlar uzr. Muhammadga ham rahmat. U mendan kichikroq, ammo juda yaxshi himoyalandi. Eshitishimcha, Dylan Dennis men bilan kurashmoqchi emish. Keling, men bu kamarni senga bermayman. Seni ham xuddi shunday uxlatib qo'yaman. Men faol bo'lib qolishni xohlayman. Bu faqat pul uchun emas, balki meros qoldirish uchun qilaman. Ko'p kamarlarni qo'lga kiritmoqchiman. Keyingi jangimda esa Charles Oliveira bilan o'tkazishni istayman. Ya'ni BMF ga, deb aytib o'tdi Arman Sarukyan. O'ylaysiz do'stlar, Arman Sarukyan birgina jangchi bilan kurashmadi, ya'ni Islom Makhachev. Islom Makhachev bilan grappling jangida jang qilsa, kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Islom Makhachev yoki Arman Sarukyan? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Endi esa Muhammad Makayev ham Arman Sarukyandan yutqazganidan keyin Instagram tarmog'ida intervyu berdi. Hech qanday bahona yo'q. Agar hayotimda yana shunday imkoniyat bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar yana chiqaman. Men atigi 2 kun tayyorgarlik bilan va 20 kg vazn farqi bilan eng kuchli yengil vazn jangchilaridan biriga qarshi chiqdim. Yoki g'alaba qozonasan, yoki saboq olasan. Yoshlar uchun aytadigan gapim, o'zingizni sinab ko'rishdan hech qachon qo'rqmang. Yana cho'qqida ko'rishamiz, deb aytib o'tdi Muhammad Makayev. Bilamiz do'stlar, Muhammad Makayev 2-3 yildan beri UFC dan yana kontrakt xohlab yuribdi. Afsuski UFC hech qachon Muhammad Makayevga shartnoma jo'natmasa kerak, sababi shaxsan Dana Whitening o'zi aytib o'tgan, Muhammad Makayevga boshqa UFC shartnomasi jo'natilmaydi degan. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar. Muhammad Makayev qaysi ligada jang qilsa yaxshi?